Salom do'stlar, sizlar bilan Alo va bugun kontentlarimizga yangilik, ya'ni o'zgartirish kiritdik va sizlarga Redmi Pad Pro 5G planshetini to'liq obzor qilib bermoqchiman. Bu model Redmi seriyasining eng kuchli va eng zamonaviy planshetlaridan biri. Katta ekran, kuchli protsessor va 5G texnologiyasi bularning barchasi atiga bitta qurilmada jamlangan. Do'stlar, keling endi planshetimizni obzor qilishni boshladik. Birinchi o'rinda uni unboxing qilamiz. Korobkasida nimalar bor tanishib chiqamiz. Juda ham qattiq uchdi. Xo'p, birinchi o'rinda planshetimizni o'zini ko'rishimiz mumkin ochganimizda. Mana shunaqa katta. Buni keyin ko'rib chiqamiz. Xo'p, korobkasida 33 voltlik mana shunaqa o'zini adapteri chiqadi original. Unga qo'shimcha tarzda USB zaryadnik kabeli bor ekan. Va bir nechta planshetdan foydalanish yo'riqnomalari. Bunga qo'shimcha hozircha hech narsa yo'q. Bitta SIM kartani ochish uchun, mana shunaqa slotini ochish uchun maxsus ignasi bor ekan xolos. Boshqa hech narsa yo'q. Endi planshetimizni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, birinchi taassurot dizayn. Qurilma juda ham sifatli ishlangan. Metal korpus, ingichka ramkalar va zamonaviy dizayn. Ekranga keladigan bo'lsak, qurilmamizning ekrani 12.1 dyumda 2.5K aniqlikda va 120 Hz yangilanadigan sezgiga ega. Bu degani aynan mana shu qurilma ekranida o'yinlar o'ynashingiz, videolar va kinolarni tomosha qilishingiz va hattoki dars tayyorlashda ham ana shu ekran sizga silliqlik va nafislik va tiniqlikni taqdim etadi. Shuningdek, ko'z himoyasi uchun Tour Handland sertifikatiga ega. Bu degani ko'zni aslo charchatmaydi. Do'stlar, endi esa qurilmamizni ishlash va tizimini ko'rib chiqamiz. Qurilma ichkarisida Snapdragon 7 Gen 2 protsessori joylashgan 4 nanometrik texnologiyada ishlab chiqarilgan kuchli chip. Bu esa ilgarigi ishlab chiqarilganlarga qaraganda 50% ga tezroq ishlash va o'yinlarda esa 2 barobargacha kuchliroq grafikani sizga taqdim etadi. Redmi Pad Pro 5G planshetimizda do'stlar ko'rishinglar mumkin operatsion tizimi HyperOS, interfeysi juda ham qulay, silliq va Xiaomi ekotizimiga moslashtirilgan. Ushbu qurilmaning yana bir afzalligini aytib o'taman. Aynan bu qurilmada Wi-Fi 6E va 5G texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu degani deyarli siz o'yin o'ynayotganingizda, ya'ni onlayn o'yinlar bo'ladimi yoki streaming qilayotgan vaqtingizda hech qanday kechikishlar deyarli sezilmaydi. Bu qurilmaning yana bir afzallik tomonini sizga yoqadi deb o'ylayman. Do'stlar, keling endi Redmi Pad Pro 5G qurilmamizni batareya va zaryadlash unga qo'shimchasiga esa audio ovozlarni sinab ko'ramiz. Aynan bu qurilmamizda, Redmi Pad Pro 5G qurilmamizda eng katta jihatlardan biri, unda meni hayron qoldirgan jihati, endi planshetda bilmadim, shu paytgacha planshetni hali obzor qilib ko'rmadim. Eng katta jihati 10.000 mAh katta hajmdagi batareya o'rnatilgan. Bu degani taxminan birorta kinoni yoki videoni ko'rib qolgan taqdiringizda 14,5 soatgacha bemalol 14,5 soat atrofida bemalol zaryadi yetib beradi o'sha daqiqagacha va unga qo'shimcha tarzda 33 voltlik mana shunaqa super charge texnologiyasi o'rnatilgan. Bu degani aynan mana shu planshetni zaryadga qo'yganingizda 1,5 soat ichida aynan mana shu qurilma 100% zaryadga to'ladi degani. Ya'ni bu aynan mana shu 33 voltlik tezkor zaryadlash adapteri, original adapter yordamida aynan mana shu darajaga erishishingiz mumkin. Ovoz sifati esa alohida qarsaklarga loyiq. Ya'ni aynan mana shu qurilmamizda ko'rishlar mumkin. Bitta, ikkita va pastki qismlarda esa 3-chi, 4-chi, ya'ni 4 ta dinamik ovoz kuchaytirgich o'rnatilgan. Bunga qo'shimcha tarzda esa Dolby Atmos va Dolby Vision texnologiyalarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Film ko'rsangiz kino zaldagi effektni, o'yin o'ynaganingizda esa haqiqiy real tovush tajribasini taqdim etadi. Do'stlar, endi mana shu qurilmamizni sizlar bilan ovoz kuchaytirgichlari birgalikda sinab ko'ramiz. Bunda menga Ozoda yordam berishadi. Ovozni ko'rishlar mumkin, qanchalik darajada baland chiqyapti. Xo'p, ko'rdinglar, ovoz kuchaytirgichlari qay darajada kuchli ishlayotganini. O'sha aytib o'tganimdek 4 ta dinamika hammasi ishlayapti va unga qo'shimcha tarzda Dolby Atmos va Dolby Vision texnologiyasi ham buni ana shu 4 ta ovoz kuchaytirgichlarini qo'llab-quvvatlayapti va bu orqali mana shunaqa tiniq, yorqin tarzda ovozni yetkazib beryapti. Hozir bilmadim qay tarzda chiqdi, sababi mikrofon bu yoqda turgan holatda men musiqani qo'ydim. Albatta buni olib ko'rib, ishlatib ko'rib, qanchalik darajada ovozlari shaxsan menga yoqdi, wow deydigan darajada chiqqan. Ovoz kuchaytirgichlari zo'r ishlayapti. Sizga ham tavsiya qilaman. Davom etamiz.
Do'stlar, endi buni kamera, xotira va qo'shimcha funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Aynan qo'limda turgan Redmi Pad Pro 5C planshetimiz orqa kamerasi, ya'ni asosiy kamerasi smartfonlarda bo'lgani kabi orqa asosiy kamerasi 8 megapiksel tiniqlikda suratlaringizni olib beradi. Albatta lekin mana dahshat 8 megapikselda ham. Lekin bu meni nazarimda siz uchun yetarli. Sababi bu planshetlarda 8 megapiksel odatiy hol, ya'ni planshet uchun mo'ljallangan kamera. Qo'shimchasiga esa siz oddiy rasmlar olishingiz yoki o'qishingiz, ishingiz uchun foydalanganingizda, dokumentatsiya va qo'shimcha hujjatlarni rasmga olganingizda albatta bu kameralar siz uchun yetarli. Xotirasiga keladigan bo'lsak, xotira variantlari 128 GB, 256 GB yoki 512 GB xotirasi mavjud va uni micro SD yordamida siz buni 1,5 terabaytgacha kengaytirishingiz mumkin. Shuningdek, do'stlar, aynan mana shu qurilmamizda Xiaomi Interconnectivity funksiyasi bor. Bu orqali siz aynan telefon, planshet va notebook o'rtasida fayl va klipbordlarni hech qanday muammosiz osonlikda, tezlikda almashish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Aynan bu qurilma uchun foydali bo'lgan aksessuarlar va qulayliklarni ham siz uchun foydali bo'lishi uchun aytib o'tay. Aynan Redmi Pad Pro 5C planshetimiz uchun maxsus foydali bo'lgan qurilmalar, ya'ni aksessuarlar ishlab chiqarilgan. Ulardan ikkitasini sanab o'taman. Ulardan biri Redmi Smart Pen bo'lsa, yana ikkinchisi esa Bluetooth klaviatura hisoblanadi. Aynan mana shular sotuvda mavjud. Ularni ham xarid qilib qurilmaga o'rnatgan holatda bemalol o'qishingiz uchun, ishingiz uchun yoki ish vaqtida planshetdan foydalanmoqchi bo'lsangiz yoki ko'proq suhbatlar yoki hujjatli ishlarni bajarayotgan vaqtingizda klaviaturani ulab olib yoki qandaydir surat chizayotgan vaqtingizda yoki qanaqadir dizayn bilan ishlayotgan vaqtingizda bemalol planshet uchun maxsus smart penni olib turib, shundoq qilib dizaynlaringizni yoki ishlaringizni yengillashtirishingiz mumkin. Lekin eslatib o'taman, planshetdan tashqari holatda aynan mana shu aksessuar va qurilmalar alohida sotiladi. Xulosa qilib aytganda do'stlar, aynan bugungi yangiligimiz Redmi Pad Pro 5C planshetimiz o'qish, ishlash, ijod va ko'proq o'yin o'ynamoqchi bo'lganlar uchun juda ham mos va universal variantlardan biri hisoblanadi. Katta ekran, kuchli protsessor, baland va effekt beradigan, ovoz chiqaradigan karnaylar, ya'ni ovoz beradigan dinamikalar va unga qo'shimcha tarzda uzoq ishlaydigan, ya'ni uzoqqa yetadigan 10,000 mAh lik kuchli batareya. Bularning barchasi aynan mana shu planshetimizda jamlangan. Agar siz kuchli planshet izlayotgan bo'lsangiz, aynan Redmi Pad Pro 5C e'tiborga arziydi. Shaxsan men buni 4 yulduzli planshet deb ayta olaman. Ham kuchli, ham estetik, lekin narxi biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Lekin narxiga yarasha imkoniyatlari juda ham keng va sifatlidir. Agar siz bu planshetga qiziqish bildirayotgan bo'lsangiz, bemalol narxlar bilan tanishish uchun mana bu yerdagi alo.uz saytimizga kirib onlayn buyurtma qilishingiz, narxlar bilan tanishishingiz mumkin yoki mana bu tomondagi 78 122 08 nomor raqamiga aloqaga chiqib, Alo do'koniga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz yoki xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ey do'stim, siz mana shu videoni oxirigacha ko'rdingiz. Endi siz yozib qoldiring kommentariyaga, siz asosan planshetdan nima maqsadlarda va nima uchun foydalanasiz? Albatta javobingizni kutaman. Bu edi Alo'z. Ko'proq ko'ring, ko'proq like bosing. Agar videoni ko'rib turib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar.